Nega mana buni ishlatmayapsanlar? Okey, buni kaltasini olib kelib qo'yibdi birinchidan, ikkinchidan bu yopishmayapti. Qanaqadir tuftasini olib kelib qo'yibdi. Aytganimizni olib kelib bermayapti program. Shunda jonga tegib deb prorabam bor. Gaplashing telefon qilib. Ha, bir gaplashmasam bo'lmaydi. Bu tepangni sal qo'y. Yaxshilab qo'ygan. Ormayli. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qachon sepamiz endi kraskalarni? Bir hafta oldindan beri aytganman aka, rangni olib kelib bermayapsiz-ku. Rangni olib kelib bersangiz sepamiz-da, tayyor devor chiqaryapmiz. Ha, 1 soatda olib kelib beraman hozir. 1 soat. So'ragan pulimiz nima bo'ldi aka? Pulmi? Pulni yegansan, pul yo'q deyapti. Xavotir olmalaring, men o'zim yetib beraman. Ishni bitiruvlaring. O'xshatdim Rustam, yopibsanmi ancha? Okey, ishi o'xshamayapti, bor. Onasini emsin bunaqa ishi bor. Bunaqa jahl qo'ysin. Pul kerak, pul. Ko'ryapsanmi, prorab pul bermayapti. Okey, meni uyimda bolalarim kasal bo'lyapti, bor. Nima qilay? Nima qilay? Oxiri shu narsaga majbur bo'lyapman. Bir sim pul yo'q. Zo'rg'a kelib ketyapman. Menda ham 200 ming pul bor. Xohlasang beraman shu pulni. Okey, gaplashsangiz, gaplashing, ya'ni prorab bilan. Bo'lmasa-chi bir narsa qilib qo'yaman bu. Bo'ldi, hozir gaplashamiz, kelsin. Olmayapsiz aka. Assalomu alaykum. Charchabsiz. Hali berib tugaydigan o'xshamayapti. Men shunaqa bo'lib qoldi aka. Svetam chiqyapti, materiallar vaqtida kelmayapti. Menga ham tez bitgani, qancha tez bitsa shuncha yaxshi-da. Aka, pul desanglar pul, material desanglar materialni o'z vaqtida yetkazib berayotgan bo'lsam, nimaga menga kelganda unaqa muammo bo'laveradi? Sizlarga men muammo qilmayapman-ku, aka. Mana qo'ldan kelgancha harakat qilaman aka. Imkon qadar men ham tezroq bitirsam menga ham yaxshi. Qo'limda ko'ryapsiz, shuncha bola bor. Hammasiga pul berishim kerak. Pulga kelsak, pul men qo'limda pulim yo'q, shogirdlarim ham o'sha ketaman deyapti. Sizlar materialni yetkazib bera olmayapsizlar, aka. Hazırlashyapsizmi aka? Hozir men gaplashishga umid bilan unaqa bo'lishi mumkin emas. Qancha bitib bo'lgan? Ashuna. Ormayli. Salom. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. So'ragan pulimizni nima bo'ldi aka? Bo'ldi, 2-3 kunda haqi beraman, xudo Kundan xolasa. beradi. 2-3 kun, 2-3 kun. Hali ish bitmadi, bitiraveringlar. Bitish uchun material kerakmi aka? Material keladi bugun. Men gaplashib keldim, kecha chiqarib olish kerak edi, bugun chiqarib yuboramiz deydi. Okey, erkakmisiz? Nima deganing tushundim. Bo'lsin. Ol qo'lingni. Nima sal olsin. Menga qara, necha kundan beri bizani oldida yuribsan? Bizani bola chaqa yo'qmi? Va pulni olmadim men hali uy egasidan. Pulni oling. Pul olsanki, uy egasi kelib bizga oldi. Agar gaplasha olmasang, biz o'zimiz gaplashamiz. Sen kim olib kelgan bu yerga? Sendagi prorablarni bittasiga Sen kim olib kelgan bu yerga? Men olib kelganman, men haqlanan ish. Rustam o'zim gaplashaman. Prorab bo'lgansan.